Barselona juda ko'p transferlarni amalga oshirdi va oxir oqibat mana bir kunning o'zida biz samolyotda uchib kelayotgan paytimiz Rodri hamda Cancelo masalasi ham hal bo'ldi. Cancelo Barselona uchun Al Hilol bilan shartnomani uzdi kelishgan holatda. Barselona aynan o'sha puzzlelarni to'ldiryapti. O'sha martda yetmay qoladigan nuqtalar bor-ku, o'sha yerlarni to'ldirish uchun ham hali hujumchi olmadi. Ferran ketib turibdi, Lewandowski ketib qoldi, hali hujumchisi yo'q. Lekin to'ldirib boryaptiki, oxirida menimcha Julian Alvarez ham janjal qila Barselonaga o'tadi deb o'ylayapman. Chunki Barselonaga shunday o'tishyapti ham. Karim Adeyemi o'zi intervyusida ham men boshqa klubga o'tsam ham faqat Barselona degan. Gordon ham Barselonani yaxshi ko'rishini aytgan va Gordon uslubini aynan Flick qo'llab-quvvatlagan. Flick uni kuzatgan. Angliya Premyer Ligasida, umuman Yevropada himoyaga qayta pressing qilish bo'yicha 6-o'rinda turadigan futbolchida. Shundoq Barselonaga mos keladi. Barselona tarbiyalab o'tirmaydi. Barsaga shundoq tushib ketadigan futbolchi hozirgi kunda Gordon ekanligini biz Jahon chempionatida ham ko'rdik, jamoada ham ko'ryapmiz. Yangi futbolchisi ham kecha Bissuamid 2 ta gol urib tashlagan futbolchi. Endi ular ko'ramiz Abdulkarimni. Balkim ular ikkinchi raqamda kuch bo'lib berishar, boshqa qilishar, lekin Rashforddan farqli ravishda Gordon tayyor futbolchi bo'lib kelyapti. Adeyemi yuryapti, qarshi hujumga juda zo'r. Lamine Yamal bor hali ham va markaz Pedri, Rodri juftligi bilan endi anchayin katta ishlarni qilishi mumkin. Aytishingiz mumkin, o'sha pallada, chorak finalda, yarim finalda yuqori liniyasi pand berib qo'ymaydi. Bu Flick do'stlar. Flick oxirigacha boradi.